Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçülər. Yaxşımsızlar? Dünya Uyg'ur qurultayı tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hörmətli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning təfsilatida bo'lsin. Dünya Uyg'ur qurultayının raisi Dolqin Aysa, Qurultay ijroiya komitetining raisi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat, Qurultayning bayonotchisi va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkinlardan tarkib topgan Qurultay hay'atining Latin Amerika davlatlariga qaratgan 2 haftalik xizmat ziyorati 23 may kuni rasmiy boshlandi. Qurultay hay'atining bu qitimqi ziyaratining asosli maqsadi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Latin Amerika xalqlariga anglatish, shundaqla Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Latin Amerika davlatlarining parlament va har qaysi sohalarning qo'llashini qo'lga keltirish bo'lib, 23 may kuni oldi bilan Braziliyaning eng chong shahri Sao Pauloga yetib kelgan Qurultay hay'ati shu kuni Braziliyada aktiv faoliyat olib berayotgan kishilik huquq tashkilotlari va ommaviy guruhlarning vakillari bilan suhbat yig'ini o'tkazib, ularga kommunist Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlari, xalqaro jamoatchilikning Xitoy qaytargan inkaslari, chet ellardagi Uyg'urlarning ahvoli, Dunyo Uyg'ur qurultayining barliq kelish jarayoni va uning xalqaro sahnalarda olib berayotgan faoliyatlari qatorliq keng mazmunlarda tafsiliy ma'lumot berish bilan birga, Braziliyadagi kishilik huquq tashkilotlarini 2023 yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzod ko'rsatilgan Dunyo Uyg'ur qurultayi bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun birlikda harakat qilishga chaqirdi. 24 may kuni Sao Paulo shahridan Braziliyaning poytaxti Braziliya shahriga yetib kelgan Qurultay hay'ati bu yerdagi tunji uchrashishni Braziliya Federal Advokatlar uyushmasi rahbarlari bilan elib bordi. Uchrashda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga va Uyg'ur majburiy amkiga qarshi turishning qonun yo'llari haqida tafsiliy muzokara bo'lib o'tdi. Dolqin Aysa, Ömer Qanat va Zumratay Erkinlardan tarkib topgan Qurultay hay'ati bugun, ya'ni 25 may kuni Braziliya parlamentida va tashqi ishlar ministrligiga bir qator muhim uchrashlarda bo'ladi. Dolqin Aysa boshchiligidagi Qurultay hay'ati Latin Amerikani ziyorat qilishdan burun Latin Amerika davlatlari orasida ta'sir kuchli bo'lgan Ispaniyani ziyorat qilib, Ispaniya parlamenti va hukumatidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish masalasida Latin Amerika davlatlariga taklif va tavsiyalarda bo'lishini, Latin Amerika davlatlarining BDTda Uyg'ur masalasini qo'llashni qo'lga keltirish uchun tirishchilik ko'rsatishini talab qilgan edi. Türkiye İçki İşler Ministri Süleyman Soylu'nun 22 may kuni CNN Türk televiziya kanalida Uyg'ur masalasi haqida qilgan mas'uliyatsizlarcha bayonlari chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarining va siyosiy faoliyatchilarining kuchli noroziligini qo'zg'adi. Süleyman Soylu CNN Türk televiziya kanalida qilgan so'zida Amerika Uyg'urlardan Xitoy va Turkiyaga qarshi foydalandi, Amerika Turkiyaning ichki siyosatlarini kontrol qilish va Xitoyga Uyg'urlar orqali besim qilishga tirishyotidi degan edi. 24 may kuni Dunyo Uyg'ur qurultayi bu munosabat bilan e'lon qilgan bayonotida Süleyman Soyluning Uyg'urlar masalasida Xitoy bilan o'xshash mavqeda turib so'z qilish va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasini siyosiylashtirilish bilan aybladi. Bayonotda Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa apandim, ministr Süleyman Soyluning Turkiyada prezidentlik saylami o'tkazilayotgan bir paytda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini siyosiylashtirishi kishini qattiq afsuslantirdi. Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlari Turkiyaning o'z ichiga olgan butun davlatlar ko'ngil bildigan o'rtaq bir masala bo'lishi lozim. Chunki bu bir insonlik masalasi. Har bir davlat o'zining xalqaro majburiyatlarini ado qilishi va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun harakatga o'tish kerak deb ko'rsatdi. Qurultayning bayonotida mundaq deb ko'rsatildi. Turkiya Xitoyning zulm siyosatidan qochib kelgan taxminan 50 ming Uyg'urga sohibxonlik qilmoqda. Yana kelib Turkiya Uyg'urlar masalasida xalqaro jamoatchilik bilan bir maydonda turib, BDT kishilik huquq kengashida Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan besim siyosatini ko'p qatim aybladi. 2023 yılı 1. ayda Türkiye Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu Türkiye Xitoy munosabatlari nozik bir payti turayotganligiga qaramasdan Uyg'urlar masalasida Xitoyni yana bir qatim aybladi. Xitoyning Sharq Turkistonda insoniyat qarshi jinoyat ishlash mumkinchiligining borligi BDTning 2022 yılı 8. ayda e'lon qilgan dokladida tafsiliy o'rin oldi. 2022 yılı 11. ayda BDT irqiy ayrimchilikka qarshi turish komiteti xalqaro jamoatchilikning Uyg'urlarga yurgizilayotgan vahshiylikni to'sib qilish uchun harakatga chaqirib qaror e'lon qildi. Hatta BDT'nin 40'dan artıq dokladçı xadimi 2020 yıldan buyan arqa-arqadan 3 qatim ortaq bayonot e'lon qilib, BDT'ni Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlari haqida tekshirish elib berishga chaqirdi. 2021 yili 12 oyda Uyg'ur sud kollegiyasi Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga qaratayotgan qilmishlarining irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat ekanligi haqida xalqaro qonun tartiblar bo'yicha rasmiy hukm chiqardi. Yuqoridagi vaziyatda biz Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasini siyosiylashtirishga qarshi turamiz va har bir davlatni o'zining xalqaro majburiyatlarini ado qilishga va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun harakatga o'tishga chaqiramiz.
Uningdan boshqa yana Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Robiya Qodir, Belgiya Uyg'ur jamiyati, Gollandiya kishilik huquq fondi qatorliq ko'plagan siyosiy faoliyatchilarimiz va Uyg'ur tashkilotlarimiz bas-basta bayonotlar e'lon qilib, Turkiya Ichki ishlar ministri Sulaymon Soyluning yuqorqi mas'uliyatsizlarcha bayonlariga qattiq raddiya qaytardi. Robiya Qodir xonim bu vaqt e'lon qilgan bayonotida Uyg'urlarni Amerika Xitoy qarshi qo'llanayotidi deyish Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini inkor qilganlikdir. Bu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarta xalqarалық diqqatni suslashtirish va qirg'inchilikning davomi uchun Xitoyni jasoratlantirishdir deb ko'rsatdi. Xitoyning 4 oydan beri bo'sh turgan Amerikada turishliq bosh elchilik o'rniga tayinlangan va 23 may kuni Amerikaga yetib kelgan Xitoyning muavin tashqi ishlar ministri She Feng Washingtonda Uyg'urlarning qattiq qarshiligiga uchirdi. 24 may kuni Xitoyning bosh elchisi She Fengning Oqsaroyda Amerika prezidenti Baydenga rasmiy davlat xati topshirish murosimi o'tkazilayotgan paytda Amerika Uyg'ur birlashmasi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining a'zolari Oqsaroyning oldida namoyish o'tkazib, Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlar yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga la'nat o'qish bilan birga Bayden hukumatini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoyga qarshi yana jiddiy tadbir qo'llanishga chaqirdi. Namoyish maydoniga Xinjiang soqchi hujjatlarida o'rin olgan qurbonlarning rasmlari tushirilgan lozung qo'yildi. Namoyishga riyosatchilik qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqotchisi Zubayra Shamsiddin va boshqa namoyishchilar Amerika prezidenti Bayden apandidan Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida Xitoyning mas'uliyatini surishtirish va Xitoyning bosh elchisi She Fengdan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini darhol to'xtatish talab qilingan xatlar yozilgan taxtaylarni ko'tarishib o'zlarining noroziliklarini ifoda qilishdi. Uningdan boshqa yana Xitoyning bosh elchisi She Fengning yetib kelganlik munosabati bilan namoyishchilar tarafidan Xitoyning Washingtondagi bosh elchixonasi oldiga qorgul chambarak va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtat degan shior yozilgan lozung qo'yildi. Politico gazetining xabarida bildirilishicha, Amerika-Xitoy munosabatlari intayin keskinlashib, imkonsiz davrda turgan bir vaqtda bu vazifaga qo'yilgan She Feng 23 may seshanba kuni Washingtonga yetib kelgan. Xitoyning Amerikada turishliq sobiq bosh elchisi Qin Gang bu yil 1-oyda bosh elchilik vazifasidan ayrilib, bu yil 3-oyda Xitoy tashqi ishlar ministrligiga tayinlangandan beri Xitoyning Washingtonda turishliq bosh elchisining o'rni bo'sh qolgan. Amerika-Xitoy munosabati dunyodagi eng muhim munosabat hisoblansa-mu, lekin Xitoyning 4 oydan beri Washingtonga bosh elchi avatmasligi ikki davlat munosabatining qanchalik o'tkir ham nacharlashganligini ko'rsatib berdi deb qaralgan. Lekin Politico gazeti She Fengning Amerika prezidenti Bayden Amerika-Xitoy munosabatlarining erish mumkinligini qiyos qilgan bir vaqtda Washingtonga yetib kelganligini bildirgan. She Feng bir kasbiy diplomat. Shundaqla Amerika-Xitoy munosabatlari mutaxassisi bo'lsa-mu, lekin uning Xitoy oliy rahbarlari bilan bo'lgan munosabati sobiq bosh elchi Qin Gangdek qo'yiq emas deb qaralmoqda. Amerika-Xitoy munosabatlari savdo, texnologiya, Tayvan, Janubiy dengiz, kishilik huquq, josuslik shari qatorliq voqealar sababidan o'tkirlashib, ikki davlatning oliy darajalik uchrashishi o'tgan yil 11-oydan beri to'xtatilgan edi. Politico gazetining aytishicha, She Fengning mushundaq bir vaziyatda Washingtonga yetib kelishi Xitoyning Amerika bilan bo'lgan ixtilofini yumshatishni maqsad qilgan bo'lishi mumkin ekan. Beijing Prezident Baydenning 22 may kuni Yaponiyaning Hiroshima shahrida o'tkazilgan sanoatlashgan 7 davlat boshliqlarining yig'ini oxirlashgandan keyin o'tkazgan axborot yig'inida Amerika-Xitoy munosabatlarining qisqa vaqtda yumishishi mumkinligini qayd qilishining orqasidan She Fengni Washingtonga yo'llagan. Sharq Turkistondagi qirg'inchilik va majburiy emgak tufayli demokratik g'arb davlatlari Xitoyning tashqi savdo ishlariga qarta iqtisodiy jazo choralarini yo'l qo'ygan edi. Bu tadbirlar garchi Xitoyning tashqi eksportiga ta'sir ko'rsatgan bo'lsa-mu, lekin yaqindan buyon Sharq Turkistondagi Xitoy shirkatlarining qo'shni ellar bilan bo'lgan import-eksport miqdori davomli oshganligi ma'lum. Xinjiang gazetining 22 may xabarida aytilishicha, 100 tonna mal qachilangan Gruziyaning bir yuk transport aeroplani Urumchi xalqaro aerodromidan Gruziyaga qarab uchgan. Urumchi aerodromining bu yilgi umum yuk tashish miqdori 1000 tonnadan oshganligi ma'lum. Xabarda ko'rsatilishicha, O'rta Osiyodagi 5 davlat atalmish Uyg'ur avtonom rayoni bilan bo'lgan havo qatnash liniyalarini butunlay asliga keltirgan. Urumchidan Olmuta, Bishkek, Dushanba, Toshkent, Tbilisi, Islomobod, Tehron, Baku, Astana, Ashxobod qatorliq O'rta va G'arbiy Osiyodagi cho'ng shaharlarga bevosita uchish liniyalari ochilgan. Bu liniyalarda to'shiladigan mahsulot miqdori bargan sari oshib borgan. Xitoy shirkatlarining import-eksport miqdori texmi oshgan. Xinhua to'rining 24 may xabarida deyilishicha, Afg'oniston poytaxti Kobuldan Urumchiga qatnaydigan havo yo'li 3 yildan keyin asliga kelgan. Xinjiang gazetining xabariga qaraganda, bu yil 1-oydan 4-oygacha Sharq Turkistonga aerodromlarda jami 364 doimliq liniya yo'li qo'yilgan. Buning ichida 10 xalqaro yo'lovchilar liniyasi bor ekan. Xabarda deyilishicha,
Buningdan keyin xalqaro yük transport liniyalari davomli ko'paytirilib, O'rta Osiyo, Sharqiy Yevropa va boshqa davlatlarga to'shiladigan yük transport miqdori texim oshirildi ekan. Amerika boshchiligidagi g'arb davlatlari Xitoyning Sharq Turkistondagi qirg'inchilik tufayli majbur emgak bilan chetishliq bo'lgan Xitoy shirkatlarining eksport mahsulotlariga qonun bo'yicha embargo qo'ygan edi. Bu Xitoy shirkatlarining tashqi savdo eksportiga qattiq zarba bo'lgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hukumatı O'rta va G'arb Osiyodagi Xitoyga tayinib qolgan davlatlarga qarata mal eksport miqdorini hassilab oshirib, g'arb davlatlarida tortgan ziyinni to'ldirib olishga jiddiy tutish qilishga boshlagan. Iqtisod jurnali qatorliq nopuzliq manbalarga asoslanganda, Amerika boshchiligidagi demokratik g'arb davlatlarining Xitoy qo'ygan iqtisodiy jazo tadbirlari ma'lum darajada unumini ko'rsatgan. Shu sababdan Xitoy tashqi savdodagi bu to'solg'u va qiyinchiliklarni boshqa yo'llar orqali hal qilishga urinmoqda ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.